Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz tariflari oshishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda aholi uchun energiya resurslari tariflarini yana bir bor qayta ko'rib chiqish masalasi muhokama qilinmoqda, deya gazeta energiyasi sohasidagi manbaga tayanib xabar berdi. O'tgan yilgi hukumat qarori bilan 2026-yildan boshlab energiya resurslari narxlarining har yili 1-maydan inflyatsiyani hisobga olgan holda, biroq 10% dan oshmasdan ko'tarib borish mexanizmi joriy etilgan. Holbuki 2024-yildagi qarorda 2026-yildan e'tiboran tariflarni kamida 3 yil davomida qat'iy saqlash ko'zda tutilgandi. Manba ma'lumotiga ko'ra, hukumatning iqtisodiy bloki hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan gaz va elektr energiyasi narxlarini oshirish taklifi hozirda ko'rib chiqilmoqda. Hujjat loyihasida elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflarini 9-10% ga oshirish taklif etilgan, biroq yakuniy foiz bo'yicha qaror hali qabul qilinmagan. Agar taklif ma'qullansa, yangi tariflar tegishli hujjat imzolanganidan 15 kun o'tib kuchga kirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan 2025-yil 1-maydan aholi iste'molchilari 201 kWh-dan 500 kWh-gacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har 1 kWh uchun 800 so'mdan to'lashi belgilangan. Bir oyda o'rtacha 500 kWh miqdoridan elektr energiyasi sarflaydigan xonadon vakillari buning uchun 2025-yilning 1-mayiga qadar 360 ming so'm to'lar edi. 200 kWh bazaviy norma uchun 90 ming so'm, 201 kWh-dan 500 kWh uchun 270 ming so'm. Tarif o'zgarishidan so'ng bir oyda o'rtacha 500 kWh tok ishlatadigan xonadon buning uchun 360 ming so'm to'laydi. 200 kWh bazaviy norma uchun 120 ming so'm, 201 kWh-dan 500 kWh uchun 240 ming so'm. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.